Assalomu alaykum. 14 yanvar Vatan himoyachilari kuni. Nafaqat vatan posbonlari, balki mardlik, jasorat va fidoyilik timsoli bo'lgan barcha erkaklar bayrami barchangizga muborak bo'lsin. Ushbu kunda ota-ona, aka-uka, turmush o'rtoq yokida yaqin do'stlaringizni jonli qo'ng'iroq loyihamiz orqali samimiy va bir umr esda qolarli tarzda xursand qilib beramiz. Maxsus tabriklar, iliq tilaklar va yoqimli kayfiyat barchasi birgina qo'ng'iroqda. Narxlarimiz juda hamyonbop. Buyurtma berish uchun adminlarimiz bilan bog'laning. Murojaat uchun 50lik 444 3311 yoki 91 744 9104 yokida bo'lmasa 93 006 5262 ushbu raqamlarning Telegram va WhatsApp orqali bemalol bog'lanishingiz hamda qo'ng'iroq qilib o'z o'rningizni band qilishingiz mumkin. Qani shoshilamiz.